Ushbu videoda Telegram opisiyaniyasini yangi shablon qilib yaratishni ko'rib chiqamiz. Bitta o'zi ikkita shablon bor opisiyaga, o'zbekcha va ruscha. Bu umumiy общий shablonlar hisoblanadi. Agar o'zingizda firmaning shabloningizni qilmoqchi bo'lsangiz, demak tahrirlash bo'limiga kiramiz. Bu yerdan demak uje hammasini o'zgartirishni boshlaymiz. Demak shablon 1 nomlaymiz va bu yerga mana tayyor kopiy qilib qo'ydim, yozib qo'ydim. Demak, telefon nechta firmaning nechta nomeri bo'lsa hammasini qo'shib chiqamiz. Bu yerga menejerlaringlarni ham qo'shib, nickname'ni ham qo'shib qo'ysangiz bo'ladi, Telegram kanalinglar, Instagram va manzil. Undan keyin boshida demak title turadi. Bu title demak Dubay, Sharm el-Sheyx degan yozuvga javob beradi. Masalan, Dubay bo'ylab sayohat. Shunda agar title degan yozuv tursa, o'zi nima turib qo'yayotganimizni o'zi qo'yib oladi. Malayziya, Kuala Lumpur hammasini o'zi qo'yib tashlaydi avtomatik. Hop, bundan keyin bu bo'limimiz demak sayohatga quyidagilar kiradi. Sayohat narxi yozib qo'yamiz va nimalar kirishi. Aviabilet, transfer, страховка. Hop, bitta pitaniya glavnisi, pitaniya demak ovqat avtomatik mil turishi kerak, chunki bu avtomatik sistemadan oladi. Agar buni nonushta deb yozib qo'ysanglar, Antalya, Sharm el-Sheyx reklama qilayotgan bo'lsanglar, all inclusive. Bu yerga har doim nonushta qilib qo'yadi. Agar mil turadigan bo'lsa, sistemadan o'zi oladi. Demak, yo qanaqani oladi, all inclusive yoki bo'lmasa ikki mahal ovqat deb qo'yib beradi hammasini o'zi avtomatik. Hop, bundan keyin uchish sanalari Mametga smayliklar qo'yib qo'ysanglar ham bo'ladi. Mana bu yerda har xil smayliklar bor. O'zingizlarga yoqqan smaylik qo'yib qo'ysanglar bo'ladi. Hop, uchish sanalari masalan, tur boshlanadi yozasizlar. Tur boshlanadi, qiziqcha va momentdan sanani qo'yib qo'yamiz. Demak, mana bu yerda ko'rayotgan bo'lsanglar, hammasi bor. Sana. Hop, bundan keyin hop, tur narxi $400 boshlanadi. Hop, demak $400 degani, demak bu har doim bir xil bo'lib qoladi. Shuning uchun bu yerda narxni qo'yib qo'yamiz. Demak, avtomatik shu narxga o'zi qo'yib oladi. Hop, mana bu yerga smaylik qo'yib qo'yamiz. Bo'ldi. Hop, keyingisi yana bitta asosiy narsa, demak buni mana bu yerda bold bor. Bu jирный shrift qilib beradi. Agar buni aynan mana shu so'zni jирный shrift qilmoqchi bo'lsanglar, buni demak ochiladi bu va bu yerdan yopib qo'yish kerak bo'ladi. Mana shunda mana shu aynan shu so'zni o'zi jирный shrift bo'ladi. Agar buni o'chirib qo'ysanglar, oxirigacha jирный shrift qilib qo'yadi. Shuning uchun обязательно buni yopib qo'yish kerak. Hop, bundan keyin italik bor. Bu yotiq yozuv. Italikka qo'yasizlar. Demak, mana oxirigacha qilib qo'ydi. Buni aynan mashtgacha kerak desanglar, demak bu italikka yana bir marta qaytib qo'yasizlar. Mana shunda mana shu so'zni o'zi italik degan yotiq yozuv bo'ladi. Undan keyin quote degan narsa bor. Buni ham demak mana bu yerda quote qo'yasizlar. Mana quote bo'ldi. Buni demak mana shu hammasini quote qilib qo'yadi. Agar aynan mana bu yergacha quote qilsin desanglar, demak boyigini yana mana bu yerda yopib qo'yamiz. Mana bo'ldi. Demak, aynan shu so'zlar quote alohida anaqiga olindi. Sahraint qilib qo'yamiz. Hop, mana buni kopiyalab qo'yaylik, bitta shablon ko'rsatsam. Hop, sahraint qilamiz. Mana bu yerda default. Bu default sahraint qilsanglar, demak har doim shabloninglar birinchi bo'lib turadi. Hop, ikkinchi shablon, demak bularni hammasini o'chiramiz va mana buni qo'yamiz. Mana keyin bir xilda masalan operator tekstini qo'yish kerak bo'ladi. Demak, shu yerda mana bu yerda tekst degan yozuv bor, mana tekst. Mana shu yerga operator tekstini tayyor tekst beradi. Operatorlar o'shani qo'yib yuborsanglar bo'ladi. Defaultdan olamiz va shablon 2 ni ham sahraint qilamiz. Bo'ldi. Shablon 2 ham sahraint bo'ldi. Hop, endi orqaga qaytamiz. Va mana ko'rib turgan bo'lsanglar, birinchisi qalin yozuvdi, keyin yotiq yozuv va quote bo'ldi. Hop, endi buni bitta foto olamiz va Telegramga jo'natib yuboramiz. Hop, Telegramimiz mana pustoy. Hop, Telegramga bo'ldi. Telegramga tushdi mana uje. Mana uje ko'rayotgan bo'lsanglar bold, bunisi italik yotuv yozuv, bunisi uje quote bo'ladi. Hop, bundan keyin operator teksti ikkinchi shablonni ko'rib chiqamiz. Mana shablon 2 ga kiramiz va
mana bu yerda tekst bor. Mana уже tayyor qo'yilgan. Ko'rayotgan bo'lsanglar, operator mana shu tekstni qo'yasizlar, saqlashni boshlasizlar va Telegramga jo'natish. Telegramga sразу tashlab beradi. Bo'ldi, mana o'zi Telegramga sразу tashlab berdi. Video ham xuddi shunaqa. Demak, bu yerda videoni olamiz mana va Telegramga jo'natish. Telegram videoni ham Telegramga tashlab beradi. Video jo'natildi. Mana o'zi video ham sразу tushdi.